Xotin kelar, dirs. Yurak qolar juz. Puldan cho'zing, dirs. Ering aytar qis. Shundoq romantichniy pul so'rashi ham uvol qildi. Ha? Endi umrimiz qisish bilan o'tib ketar ekanda. Ha, endi xalqimiz orasida qisgan boy bo'ladi degan gap bor xotinjon. Unda nimaga men boy bo'lmayapman? Endi xotinjon, sen yaxshi qisa olmayapsan-da. Buni muntazam qisib yurish kerak. Bo'ldi-ye. Menga qarang siz. Kechadan beri bitta gap aytaman deyman, esimdan chiqib ketadi. Nimaga bir haftadan beri telefoningizga kira olmayapman? Telefonimni ochib kirish uchun meni pansha ham kerak. Yurak urishim kerak. Ko'z nurim kerak. 78 ta meni tilimdan chiqqan so'z kerak. Demak, sizni basharangiz bilan xunukgina ovozingiz kerak ekanda. Shunda sizni telefoningizni ochsam nima bo'ladi? Ko'p narsalar rasvo bo'ladi. Shunda telefoningizni ochsam yana janjal bo'ladimi? Ne to'lka janjal, vayna bo'ladi. Yo'q-e. Telefonim ochilsa borku, biz bitta janjal bilan qutulmaymiz. Mahallada bir 4-5 ta oilani parokanda qilib ketamiz. Shunaqami? Mayli. Bu yoqqa keling. O'zingiz soting, o'zingiz. Bu yoqqa keling. Hozir basharangizni tashlayman. Yo'q, tashlayman. Bu yoqqa keling dedim, qachib qo'y. Hazillashmangiz to'q. Bu yoqqa keling dedim. Bu yoqqa keling, qachib qo'y. Hamma so'rab telefon topsangiz. To'g'risini ayting. Telefoningizda nima bor? Nima bor? Xotin top toza deyman, kristalli toza telefon. Qanaqa bo'ladi? Endi bir hazillashdim-da. Ha, kelin. Ha, o'g'lim, nima gap? Hozircha tinchlik. Ha, tinchligi? Tirigimi sanish qilib, ovozing chalamurdan ovoziga o'xshab chiqdi. Biroz tirikman. Demak tirikman, aniq tirikman. Kelin, erkak kishining telefonini titish noiymondandir. Iymoni sust. Bolalarim, sizlarga baxtli bo'lish sirini aytaymi? Mazza qilib yashaysizlar, kayf qilib yashaysizlar. Ha? Ayting. Endi bolalarim, men ham onaman, sizlarni o'ylayman. Bir marta ko'rsataman, eslab qolinglar. Ha, ko'rsating oysha. Ko'rsating. Hozir ko'rsataman. Bu baxtning kaliti. O'g'lim, mana bunisi senga. Kelinjon, mana bunisi sizga. Ha? Oyi, baxtni sal juplab qo'ydingiz-da. Ha, juplab juft bo'lib yashaylar. Aytgancha buni yo'qotmanglar, ha? So'rasanglar yana bor, beraman. Menga qarang. Juplash nima degani? Ko'zingni qis deganim. А есть подарим бургам фонтанчик с черным... Dadasi, issiqqina choy damladim. Bobolarimiz aytishgan, bitta yaxshilab terlasang, kuni bo'yi yaqtakkina bo'lib yurasan deyishgan. Ko'chada 60 gradus issiq. To'ttimgacha terlab yotibman. Bu issiq choy olib keldi. Mazza. Bitta zo'r gap bor-da. Xullas, anu Lazi psixolog kanalimga boru zo'r soqqali yo'nalish topdim. Boshqalarni bilmadim-u, lekin sana kanaling jicha podozrительный-da. Nimaga? Sen bergan maslahatlaringga hech e'tibor berganmisan? Nimagadir u teskari ishlayapti. Kommentni hech o'qiysan? 99% qarg'ish, 1% pozitiv. O'sha 1% ham menga motivatsiya beradi. Motivatsiyangiz ana. O'zi 100% qarg'ish. O'lsin. Ko'ngli o'ksmasin deb 1% qo'shib aytdim. Ha, mayli. Nima demoqchi eding? Chotki bitta soqqali tarif topdim. Sen topgan tariflar doim odamlarga minus olib kelgan. Balkim plus haqida ham o'ylash vaqti kelgandir. Bunisi bor-ku, eksklyuziv, faqat to'lka plusga ishlaydi. Menda bor-ku, birdan savol tug'ildi. Plus bilan minus farqiga borasan, ha? Qara, bu Tarifim 4 ta bo'limdan iborat. Birinchisi, mana odamlar menga dardini aytadi-ku, dardini to'lib toshib aytadi, varoq bo'lib ketadi. O'shalarni men eshitib berishimni 100 ming qilib qo'ydim. Qali. Bu dardini eshitaman deb ustiga 100 ming qo'shib, dardiga dard qo'shib qo'ymayapsanmi? Mana men boya shunchaki dardini eshitishim 100 ming dedim. Lekin dardini eshitib birga qo'shilib siqilishim 200 ming. Dardni двойной qilar ekansan-da. Uchinchisi, uni dardini eshitib, birga siqilib, qo'shilib yig'lashim 300 ming. Bu 300 mingdan keyin uni dardiga yana bitta dard bo'lib qo'shilmayapsanmi? To'rtinchisi, yig'lash Pro Max. Sochlarimni yoyib, uvillab, dod solib, chirillab yig'lab beraman.
Buni senda 400 ming. Gaplaringda vijdon, insof, iymon degan narsalar bor-a, samimiy qilingan a? Izzatda 4-chisichi bonusi bor. Bonusiga o'ziga qo'shilib dushmanlarini shunaqa yomonlayman bor-ku, urug' aymog'i ham qarindoshlar. O'ylab oling kelin. Oyijon, Hammasini eshitdim. Uyatda kelin. O'zim sizni tanlab kelin qilgandim. oyijon, aytmoqchi edim. Voy kelin, odam podammas ekansiz. Odamni sharmanda qildingiz-ku. Oyijon, men haligi O'lay agar kelin, siz ko'rib ko'rmagansizda, shunday zo'r soqol ish topsiz, bir og'iz oyijoningizga aytmabsiz-da. oyijon, do'lingizni olib qo'yganman. Drujba, slujba. Ana bunisi boshqada kelin. Qani yuring, choy ustida daskanalli gaplashamiz. Yuring oyijon. Hozirgina insof bilan vijdon ajrashib ketishdi-da. Alo, o xotin, menga qara, bugundan boshlab uydan men xo'jayman. Mana aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi. Ana ovqatlarni ham o'zing pishirasan, kirlaringni ham o'zing yuvasan. Tushunarlimi? Bugundan boshlab menga ovozingni vobshe ko'tarma. Tushundingmi? Ko'tarmadimi? Yo'q. A shuncha gap kimga gapirding? Repetitsiya qilyapti. Lanch, du. Men senga 5 marta o'rgatdim, xotin mashina ushiysan, xotin deysan. Men bu erkakman deysan. Aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi sen. Tushundingmi? Tushundim. Idishingni ham, kirlaringni ham o'zing yuvasan deysan. Aytaman. Shunday deyish qiyinmi? Erkak? Yo'q. Voy, hech bo'lmasa shu yozib olib yodlab aytgin. Bor yo'qoldi ishingni qilgin. Osh bo'yin aralash bir tasini so'raman, bir hafta qorning og'rib yuradi. O qatta yuribsan, xotining 20 marta telefon qildi. Magazinga chiqdim. Necha vaqt kutadi? Necha marta telefon qildi deding? 20 marta telefon qildi. Onangda. Oyijon, biz keldik. Voy, jannatim qaynonam, biz keldik. Oyijon. Voy, bolalarim kelishdi. Oyijon. Assalomu alaykum, jannatim qaynonam. Jannatim kuyovim, marhamat. Yaxshi keldingiz. Qizim xizmatingizni cho'p qilyaptimi? Xafa qilmayaptimi sizni? Chidasa bo'ladi, jon chidasa bo'ladi. Mayli, bugun o'zim bir gaplashib qo'yaman. Yugurib xizmatingizni qiladi. Oyijonimiz, jannatim qaynonam, qara. Shunda men yetimmanmi? Asra olgansiz meni? Qani kuyovimga nima oldim? Mana. Voy, oyi, menga ham nimadir olmadingizmi? Chunki seni sarpayni cho'tka qilib qo'yganman. O'shani yuvib kiyasan. Ha. Oyi, nimaga har doim o'shanga sovg'a beraverasiz? Namcha shu arzonda kuyovingizni yaxshi ko'rasiz? Nima, men birovni bolasimanmi? Chunki o'sha arzonda kuyovim meni sendan